Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Nilufar. Bugun perisatga kirmaykan, boya kalatiyalarni ko'chirib oldim. Ularni ham zapis qilib yozib qo'ydim. Videoga joylayman. Endi aglanema diamond kilo uchun qaranglar, oddiy verxovoy torf, ozroq kokosiy torf, ko'proq perlit, bez vermikulit. Vermikulit solmaymiz aglanemalarga, keyin ko'mir bo'ldi. Boshqa narsa shart emas. Keyin men boya aytish esimdan chiqibdi, ko'p videolarimda aytaman. Mana gruntni doim fitosparili suv bilan namlab olaman. Chunki biz har qanday zamburug'larga qarshi gruntlar har xil yerdan keladi. Zamburug'larga qarshi ishlaydi. Oyda bir marta fitosparin berib turish kerak. Aglanema rexli grunt xohlaydi. Hozir agar perlit kam bo'ladigan bo'lsa, yana qo'shamiz. Aglanema issiqni juda xush ko'radi, sovuqni yoqtirmaydi. Juda ham kam suv ichadi. Ildizlari juda ham kam suv ichadi. To'g'ri, fitrda o'sishi mumkin. Uning uchun yoshlikdan ildiz chiqartirgan paytda yoshlikdan o'rgatish kerak. Fitilga burun nimasi perlit menga kamdek ko'rinyapti, yana solaman. Bular aroidni gullar, aroidni gullar ildizidan nafas olib o'sadigan gul. Daraxtga tirmashib, chirindilarning orasida, barglar orasida o'sadigan gul aglanema. O'shaning uchun barg nimasi ildizi preslanib og'ir tuproqda qolib ketsa bo'lmaydi. Perlit qancha ko'p bo'lsa, grunt orasidan shuncha ko'p havo aylanadi va aglanemani ildizlari mazza qilib o'sadi. Endi hozir mana olib oldim. Grunt gulni kecha suv bergandim, bugun suv bermadim. Demay. Ildizlari bu grunt to'kiladi. Voy, o'zi bo'lingan ekan. Mana. Ildizlari lekin zo'r. Lekin bu ildizlarni tashlash nimasi bor. Chunki liboy bir guliz, hamma guliz, hamma gul, pashti emas, hamma gul degandan keyin kamida 30%, 40% ildizini tashlaydi. Hozir mana shu ildizi bor-ku, buni ekkanim bilan bu точно yurishib ketadi, shu bilan dars yashab ketadi deb hech kim garantiya bermaydi. Bu yangi gruntga yangi ildiz o'stiradi o'zi. Hozir mana bu eski ildizlarini tashlashi mumkin. Ungacha adaptatsiya davri deyiladi-da, ungacha bunga namlik yetkazib berib, suvni kam berib turish kerak. Chunki hozir qaranglar, bular parnikda, teplitsada o'sgan gullar kam suv ichadi. Bular asosan tepadan o'sadi, ichadi suvni. Yomg'ir qilib quyib berishadi, gruntdan kam quyiladi. Bizga keladida, biz uy sharoitiga sraz o'zgartirib, gruntini og'ir tuproqqa ko'chirib kelgan suvni ham quyamizmi? Mana bu ildizlar suvga moslashmagan ildiz tez chirib ketadi. Ko'pchilik xato qiladi shunda. Keyin ba'zan ko'pchilik sotuvchini ayblaydi. Unaqa emas, yaxshilab o'rganib olinglar. Mana shu ildizlarni 70-80% gacha tashlab yuborishi mumkin. U tashlayotgan paytda yangisini ham chiqaradi o'sha paytni o'zida. Mana shu yerlaridan yangi ildizlar chiqaradi. Shungacha siz poddeshka qilib turishingiz kerak gulni. Iloji bo'lsa yarim teplitchka qilib, epin spreylarni qilib, bargidan namlik berib turasizlar. Tushunarli, menimcha. Ildizdan emas, bargdan beriladi namlik. Chunki bu hali ildiz o'smagan hisobiga ildizdan suv icha olmaydi. Buni mayda popik suv ichadigan ildizlari yo'q. Shunaqa tozalaymiz. Men endi oldin rosa qo'rqardim. Hozir bo'lsa 5, bo'lmasa 15. Odam qancha qo'rquv bilan ish qilsa, shunchalik o'xshamas ekan, to'g'risini aytsam. Qo'rqqan sayin gul sezar ekan. Siz qo'rqsangiz gulni o'zi ham o'ylanib qolar ekan.
voy o'sadimi, o'smaydimi, o'lib qolmasmikan deb qo'rqursiz, keyin Gulam o'ziga avtomatik savol berar ekan. Voy rostdan ham o'lib qolsam-a deb. O'shaning uchun o'solmay qolishi ham mumkin. Qo'rqmasdan bismillah deb Allohga tavakkal qilib buni endi ikkiga bo'lamiz. Idish olib kelib berishgan, ko'chirib bering deb. Lekin idish kattaroq. Juda katta idish. Bunaqa idish to'g'ri kelmaydi. Endi nima deyishni bilmayman. Mana shunaqa idish bo'lsa 1 litrli, bu 1 litrli, bu 1,5 litrli. Borda farqi ozgina bo'lsa ham. Mayli ko'chiramiz, gruntni kamroq solamiz. Bittasiga 3 ta qust bo'ldi. Katta-kichik aralash qildim. Ozroq grunt solamiz. Ko'p emas, ozgina bosamiz. Ko'p preslab yuborish mumkin emas. Sizlar tursin. Ko'p preslansa havo aylanmay qoladi. Bunga o'zini olib ketgandan keyin bo'yi o'ssa yana grunt solinaveradi ustiga. Tuvayda joy qolsa. Asosiysi hozir adaptatsiyadan o'tib olguncha havo aylantirib ildizlarga mo'shnost berib turish kerak. Voy, maktab bolalari obed payti bo'lganiga o'tishyapti, yo'lni betidan rosa shovqin. Mashinalar ham ko'payib ketdi. Mana pastki qismini ozgina trambotsiya qildim, tepasiga shunchaki solib qo'ydim. Yengil. Suvni faqat tagidan beramiz hozircha. Bu bitta post. Ha, teshiklarini aytmabman. Hozir men teshikka vaqtim bo'lmayapti. O'zi kam ekan, egasiga aytaman, yana 3-4 ta teshik qilib yuboradilar. Teshik qancha ko'p bo'lsa, shuncha zo'r. Havo zo'r aylanadi, suv turib qolmaydi. Gruntni solgandan keyin endi joylab olib, keyin preslaymiz. Bular qanaqadir odamni shunaqa ko'nglini sezar ekan, endi men o'zim ancha gul boqib ko'chirib nima qilgandan keyin shunaqangi amin bo'ldim. Ishonch bilan ko'chirasiz-ku. Ishonch bilan gruntini alishtirasiz, bo'ldi deb. Yashaysan deb. Gul o'ziga o'zi signal berar ekan, voy men yashashim kerak ekan, demak yashayman deb. Voy qo'rqursiz nima bo'lar ekan, voy yasharmikan, bitta bargi sarg'aydi. Voy ozgina qiyshaydi bargi. U bo'ldi, bu bo'ldi deb atrofini girdi-kapalak bo'laversangiz, Gulam o'ylanar ekan. Men o'lib qolaman shekilli, o'lishim kerak shekilli deb tap etib o'lib oladi. Qaranglar, endi buni ham xuddi shuna qildim. Tagini ozgina presladim, ustiga yengil grunt tashab qo'ydim, preslamasdan. Endi egasiga tushuntirib yuboramiz. Bunga teplishga qilinadi, epin sprey qilingan. 3-4 kungacha suv berilmaydi. Chunki grunt mana ko'rganlaringizdek hali nam. Nam gruntga ildiz sekin o'sishni boshlaydi. Moslashni boshlaydi. Ozgina gruntlar ildizlar o'sa boshlagandan keyin tagidan 5-10 minutga mana shunaqa suv quyib qo'yadi, bo'ldi. Suvga qo'yib oladi. 4-5 minutga ko'p emas. Shu bilan yana biroz vaqtgacha bermaydi, faqat bargidan sprey qilib turadi. Lekin men bu pastdagi 2-3 ta barga ketishi mumkin. Bu tabiiy. Barga sarg'aysa, pastdan 2-3 ta barga sarg'aysa, bu tabiiy holat. Nima bo'ldi ekan demanglar. Vahima qilib sirazi suv berish ham mumkin emas. Ko'pchilik o'sha paytda suv beradi-da, to'ldirib. Suv berish mumkin emas. Bu ham 5 ta qust ekan. Buni ham ekib olamiz. Ularni ham endi men bu tuylarga ekib olaman. Mana. Ular ajratib bo'lmas ekan mana. Buni 3 ta tuy qilaman. Hammangizga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol javob beraman.
kommentariyaga yozib qoldiringlar.